Bugun men gaz xodimlari uyma-uy yurib tekshiruv o'tkazayotgan vaziyat haqida gapiraman. Bu mavzu har bir xonadon egasiga ijarada yashayotgan odamga, yangi uy qurganlarga, eski hisoblagichi borlarga va gazdan foydalanayotgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri imzo, bitta tushunmasdan yozilgan tushuntirish xati yoki bitta buzilgan plombani vaqtida aniqlamaslik natijasida odamning zimmasiga yaqin million, 1 million, hatto 300 yaqin million so'mgacha zarar yoki jarima hisoblanishi mumkin. Eng xavflisi, bu qarzdorlik keyin majburiy ijroga o'tadi. Bank kartalari bloklanadi, mol mulkka taqiq qo'yiladi. Ayrim holatlarda uy-joy masalasi ham xavf ostida qoladi. Shuning uchun men bugun bu masalani oddiy, tushunarli tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men aynan tekshiruv kelganda nima qilish, nimaga imzo qo'ymaslik, qaysi hujjatlarni talab qilish, katta summa yozilsa qanday e'tiroz berish kerakligini aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumot bir kun kelib sizning uyingizni, pulingizni va asabingizni saqlab qolishi mumkin. Oldin ko'pchilik gaz masalasiga oddiy kommunal to'lov sifatida qarardi. Hisoblagich bor, oyma-oy ko'rsatkich yoziladi, pul to'lanadi. Shu bilan masala yo'qoladi deb o'ylardi. Gaz idorasi xodimi kelib ko'rsatkichni yozib ketardi yoki abonent o'zi mobil ilova orqali to'lov qilardi. Ko'p joylarda eski hisoblagichlar, eski guvurlar, plombasi yillar davomida almashtirilmagan uskuna, hujjati tartibga solinmagan gaz jihozlari ishlatilib kelgan. Hozir vaziyat o'zgargan, gaz ta'minoti bo'yicha nazorat kuchaygan. Sababi oddiy. Gaz resursi davlat uchun ham, aholi uchun ham qimmat resursga aylanyapti. Noqonuniy ulanishlar, hisoblagichdan aylanib o'tish, plombani buzish, hujjatsiz isitish qozoni o'rnatish. Uy kengaytirilganda gaz loyihasini yangilamaslik kabi holatlar ko'paygani uchun tekshiruvlar ham ko'paymoqda. Gaz xodimlari uyma-uy yurib, hisoblagichni, plombani, gaz guvurlarini, gaz plitasini, isitish qozonini, suv isitgichini, hujjatlarni va iste'mol tarixini tekshirishi mumkin. Lekin muammo shundaki, hamma tekshiruv ham abonent uchun tushunarli o'tmaydi. Ba'zan odamlar qo'rqib qoladi, xodim nima desa shunga ko'nadi, aqdga imzo qo'yadi, tushuntirish yozib beradi. Keyin esa katta summa chiqadi. Masalan, xodimlar sizda plomba shikastlangan, hisoblagich ishlamayapti, qo'shimcha qozon hujjatsiz ulangan, gaz guvuriga o'zboshimchalik bilan ulanish qilingan deb davlatnoma tuzadi. Shu davlatnoma asosida keyin gazdan noqonuniy foydalanilgan deb hisob-kitob qilinadi. Hisob-kitob esa ba'zan bir oyga emas, bir necha oyga, ayrim vaziyatda undan ham uzoq davrga qo'llanadi. Shunda summa oddiy qarzdorlik emas, juda katta zarar sifatida chiqib keladi. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Agar siz haqiqatan ham gazdan qonuniy foydalangan bo'lsangiz, hamma narsaga darhol rozi bo'lib imzo qo'yishingiz shart emas. Sizning huquqingiz bor. Tekshiruv qonuniy tartibda o'tishi, dalillar rasmiylashtirilishi, sizga hujjat nusxasi berilishi. Siz e'tirozingizni yozishingiz va keyin bu qarorni shikoyat qilishingiz mumkin. Birinchi navbatda eski hisoblagichi bor xonadon egalari ehtiyot bo'lishi kerak. Agar hisoblagich juda eski bo'lsa, plombasi zanglagan, raqamlari yaxshi ko'rinmaydigan, oynasi singan yoki korpusi shikastlangan bo'lsa, tekshiruv paytida muammo chiqishi mumkin. Masalan, bir oilada hisoblagich 12 yil oldin o'rnatilgan, plomba ham o'sha paytdan beri turibdi. Uy egasi unga tegmagan, lekin plomba simi chirigan, muhr aniq ko'rinmaydi. Tekshiruvchi kelib, plomba buzilgan desa, abonent men tegmaganman deydi. Mana shu joyda eng muhim savol tug'iladi. Bu holat qachondan beri bor? Kim aniqlagan? Oldingi tekshiruvlarda qayd etilganmi? Hisoblagichga tashqi aralashuv isboti bormi? Agar shu savollarga hujjat bilan javob bo'lmasa, abonent o'zini himoya qilishi kerak. Ikkinchi guruh, yangi uy qurgan yoki uyini kengaytirgan odamlar. Ko'p odamlar oshxonani boshqa joyga ko'chiradi. Qo'shimcha xona quradi, isitish qozonini almashtiradi, 2 konturli qozon qo'yadi, lekin gaz loyihasini yangilamaydi. Odamning niyati yomon bo'lmasligi mumkin, u o'zimning uyim, o'zimning guvurim, gazga pul to'layapman deb o'ylaydi. Lekin gaz tizimida har bir jihozning quvvati, joylashuvi, xavfsizlik talabi va loyiha hujjati muhim. Hujjatsiz qo'shimcha qozon o'rnatilgan bo'lsa, bu noqonuniy ulanish sifatida baholanishi mumkin. Masalan, oldin uyda faqat 4 ko'zli gaz plitasi bo'lgan. Keyin 24 kilovatli isitish qozoni qo'yilgan, lekin gaz idorasida rasmiylashtirilmagan. Tekshiruvda bu aniqlansa, iste'mol hajmi yashirilgan degan da'vo chiqishi mumkin. 3-guruh, ijaraga uy berganlar. Uy egasi Toshkentda
ijarachi esa viloyatda yoki aksincha uyda kim gazdan qanday foydalanyapti, hisoblagichga kim yaqinlashyapti, qozonni kim o'rnatdi, plomba butunmi, bular nazoratsiz qoladi. Keyin tekshiruv kelib katta akt tuzsa, hujjatda abonent sifatida uy egasining nomi turadi. Ijarachi ketib qolishi mumkin, lekin qarzdorlik uy egasining hisobiga yoziladi. Shuning uchun men ijaraga beruvchilarga doim aytaman. Ijara shartnomasida kommunal to'lovlar, gaz jihozlaridan foydalanish buzilish bo'lsa, darhol xabar berish majburiyati alohida yozilishi kerak. Har oy hisoblagich rasmi olinib, saqlanishi kerak. 4-guruh qarzdorligi bor abonentlar. Agar sizda oddiy gaz qarzi bo'lsa ham, tekshiruv paytida bu alohida e'tibor tortadi. Qarzdorlikning o'zi jinoyat yoki katta jarima degani emas, lekin qarz. Hisoblagich ko'rsatkichi va real iste'mol o'rtasida katta farq bo'lsa, xodimlar qo'shimcha tekshiruv qiladi. Masalan, uyda qishda qozon ishlagan, lekin hisoblagich bo'yicha iste'mol juda kam ko'ringan. Bu har doim noqonuniylikni anglatmaydi, balki uy kam ishlatilgan, odamlar ko'chib ketgan, qozon elektrga o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Lekin buni dalil bilan ko'rsatish kerak bo'ladi. Agar sizda hisoblagich rasmiy o'rnatilgan, plombasi butun, gaz jihozlari loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan, to'lovlar muntazam, oxirgi tekshiruv dalolatnomalari bor, uyda o'zboshimchalik bilan g'ur tortilmagan bo'lsa, siz vayma qilishingiz shart emas. Tekshiruv kelishi bu darhol jarima yoziladi degani emas. Tekshiruvning maqsadi noqonuniy holatlarni aniqlash va xavfsizlikni ko'rish bo'lishi mumkin. Lekin xotirjamlik, beparvolik bo'lmasligi kerak. Men amaliyotda ko'rganman. Odam hamma narsani qonuniy qilgan, lekin hujjatlarni topa olmaydi. Hisoblagich almashtirilgan, lekin dalolatnoma yo'q. Qozon ruxsat bilan qo'yilgan, lekin loyiha nusxasi yo'q. To'lov qilingan, lekin chek saqlanmagan. Shunda haqiqat siz tomonda bo'lsa ham isbotlash qiyinlashadi. Kommunal soda asosiy qurol bu hujjat, foto va yozma e'tirozdir. Ko'pchilik men oyga 2000 so'm gaz ishlataman, qanday qilib ichib etim million chiqadi deb hayron bo'ladi. Bu yerda gap oddiy oylik to'lov haqida emas, balki noqonuniy foydalanish deb baholangan davr uchun qayta hisob kitob qilish haqida ketadi. Agar xodimlar hisoblagichdan tashqari ulanish bor deb, topsa yoki plomba buzilgan deb dalolatnoma tuzsa, ular gaz sarfini hisoblagich ko'rsatkichiga qarab emas, belgilangan me'yorlar. Jihoz quvvati va davr bo'yicha hisoblashga urinishi mumkin. Ayniqsa uyda kuchli isitish qozoni, issiqxona, novvoyxona, kichik ishlab chiqarish yoki tijorat faoliyati bo'lsa, summa tez kattalashadi. Oddiy misol. Bir xonadonda 24 kilovatli isitish qozoni bor. Qish oylarida u ko'p ishlaydi. Agar gaz idorasi qozon hujjatsiz ulangan yoki hisoblagich chetlab o'tilgan deb hisoblab, bir necha oy uchun maksimal sarfga yaqin hisob qilsa, summa 10 millionlab so'mga chiqishi mumkin. Agar holat bir necha yil davom etgan deb baholansa yoki uyda qo'shimcha jihozlar aniqlansa, hisob kitob 100 millionlardan oshishi ehtimoli bor. Yana bir misol, hovlida issiqxona bor. Uy egasi uni oilasi uchun ishlatyapman deydi. Lekin tekshiruvda issiqxonaga gaz quvuri tortilgan, alohida go'ralka ishlatilgan, hujjatda esa bunday iste'molchi ko'rsatilmagan. Bu holatda oddiy maishiy iste'mol emas. Boshqa turdagi foydalanish masalasi ko'tariladi. Narx, me'yor va javobgarlik boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun uy ichidagi plita bilan issiqxona yoki tijorat qozonini bir xil ko'rmaslik kerak. 3-misol. Hisoblagich magnit ta'sirida to'xtatilgan deb gumon qilinadi. Agar mutaxassislar buni ekspertiza yoki texnik dalil bilan isbotlasa, abonent uchun vaziyat og'irlashadi. Lekin faqat bizga shunday ko'rinyapti degan gap yetarli bo'lmasligi kerak. Hisoblagich yechilsa, qadoqlanishi, muhrlanishi, ekspertizaga yuborilishi, qaysi holatda olingani dalolatnomada yozilishi kerak. Abonent bu jarayonni diqqat bilan kuzatishi, foto video qilishga harakat qilishi va hujjat nusxasini olishi zarur. Men birinchi navbatda xodimlardan xizmat guvohnomasini so'rashni maslahat beraman. Bu qo'pollik emas, bu sizning huquqingiz. Guvohnomada ism, familiya, lavozim, tashkilot nomi bo'lishi kerak. Agar ular tekshiruv topshirig'i, buyruq, reyd hujjat yoki asos ko'rsata olsa, uni ham ko'ring. Hamma narsani telefoningizga yozib qo'yish yaxshiroq. Kim keldi? Qachon keldi? Nima dedi? Qaysi jihozni ko'rdi? Ikkinchi qadam, ularni uyga kiritish masalasida ehtiyot bo'lish. Gaz xodimlari hisoblagich va gaz tarmog'ini tekshirishi mumkin, lekin bu jarayon odob, tartib va qonun doirasida bo'lishi kerak. Agar ular darhol bosim o'tkazsa, imzo qo'ymasangiz yomon bo'ladi. Hozir gazni kesamiz. 3 million yozamiz desa, siz yotga berilmang. Men doim shunday deyman. Qo'rqib imzo qo'yilgan
hujjat keyin eng katta muammoga aylanadi. 3-qadam, har qanday aniqlangan holatni o'zingiz ham suratga oling. Plomba shikastlangan deyishyaptimi? Yaqin masofadan foto qiling. Hisoblagich raqami, ko'rsatkichi, muhr holati, quvur ulanishi, qozon modeli, xodimlar tuzayotgan dalolatnoma hammasi alohida rasmga tushsin. Agar keyin sud yoki shikoyat bo'lsa, o'sha suratlar vaziyatni tushuntirishga yordam beradi. 4-qadam. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Dalolatnoma ichida abonent tan oldi, o'zboshimchalik bilan ulangan, plomba buzilgan, gazdan noqonuniy foydalangan kabi iboralar bo'lishi mumkin. Siz bu gaplarga rozi bo'lmasangiz, imzo joyiga dalolatnomaga e'tirozim bor, holat bilan rozi emasman, qo'shimcha tekshiruv va ekspertiza talab qilaman deb yozing. Imzo qo'yishdan oldin e'tirozingizni o'z qo'lingiz bilan yozib qo'yish juda muhim. Chunki bo'sh joyga imzo qo'ysangiz, keyin hujjat sizga qarshi ishlashi mumkin. Bu savolni ko'p berishadi. Men buni vaziyatga qarab tushuntiraman. Agar dalolatnomada faqat tekshiruv bo'lgani, hisoblagich ko'rsatkichi, plomba holati xolis yozilgan bo'lsa, siz o'qib e'tirozingiz bo'lsa yozib, nusxasini olib imzo qo'yishingiz mumkin. Chunki imzo ba'zan men hujjat bilan tanishdim degan ma'noni bildiradi. Lekin agar hujjatda siz tan olmaydigan ayb yozilgan bo'lsa, albatta e'tiroz yozing. Agar xodimlar sizga dalolatnoma nusxasini bermasa, bu ham muhim signal. Siz dalolatnoma nusxasini berishingizni so'rayman deb talab qiling. Bermasa, telefon orqali video yozib menga nusxa berilmadi deb qayd eting. Keyin gaz idorasiga yozma ariza kiritib, dalolatnoma nusxasini talab qiling. Hujjatni ko'rmasdan turib, katta summaga rozi bo'lish mumkin emas. Birinchi nozik jihat favqulodda xavfsizlik masalasi. Agar gaz sizib chiqayotgan bo'lsa, quvur xavfli holatda bo'lsa, xodimlar gazni vaqtincha o'chirishi mumkin. Bu jarayonda mening huquqim bor deb xavfli vaziyatni inkor qilish noto'g'ri. Gaz portlashi, zaharlanish, yong'in xavfi bor joyda birinchi o'rinda xavfsizlik turadi. Lekin xavfsizlik uchun o'chirish boshqa. Noqonuniy foydalanish deb 250 million hisoblash boshqa masala. Bularni aralashtirmaslik kerak. Ikkinchi nozik jihat hisoblagichning nosozligi. Hisoblagich o'zi buzilib qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, raqam yurmay qolgan. Lekin abonent buni sezmagan. Bu holatda savol shunday bo'ladi. Abonent nosozlikni bilganmi? Qachon bilgan? Gaz idorasiga xabar berganmi? Oldingi ko'riklarda nima yozilgan? Agar siz hisoblagich ishlamayotganini ko'rsangiz, kutib yurmang. Darhol gaz ta'minoti tashkilotiga yozma murojaat qiling. Og'zaki aytdim degan gap ko'pincha isbot bo'lmaydi. Ariza raqami, qabul qilingan sana, skrinshot yoki pochta kvitantsiyasi bo'lsin. 3-nozik jihat uy oldi sotdisi. Siz uy sotib oldingiz, lekin oldingi egadan qolgan gaz muammosi bor. Hisoblagichda plomba shikastlangan yoki yashirin qarzdorlik bor. Shuning uchun uy sotib olayotganda faqat kadastrga qaramang. Kommunal xizmatlardan ham qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Gaz hisob raqamini tekshiring. Oxirgi ko'rsatkichni dalolatnoma bilan yozing. Oldingi egadan hammasi toza degan og'zaki gap yetarli emas. 4-nozik jihat mahalla yoki qo'shnilar guvohligi. Tekshiruvda xolis guvohlar chaqirilishi mumkin, lekin guvoh nimaga imzo qo'yayotganini tushunish kerak. Ba'zan qo'shni faqat men shu yerda turdim deb o'ylaydi. Hujjatda esa boshqa mazmun bo'ladi. Agar sizning uyingizda tekshiruv bo'layotgan bo'lsa, guvohlar ham holatni ko'rsin, dalolatnomani o'qisin, keyin imzo qo'ysin. 5-nozik jihat to'lovni bo'lib to'lash masalasi. Agar hisoblangan summa qonuniy va asosli bo'lsa, uni butunlay inkor qilish yechim emas. Lekin birdaniga katta summani to'lash imkoningiz bo'lmasa, gaz ta'minoti tashkilotiga yoki majburiy ijro jarayonida bo'lib to'lash haqida ariza berish mumkin. Bu uyga taqiq tushishi, kartalar bloklanishi, ijro xarajatlari ortishining oldini olishga yordam beradi. Ammo avval summa haqiqatan asoslimi, hisob-kitob to'g'rimi, davr to'g'ri olinganmi, shuni tekshirish kerak. Ko'pchilik katta qarzdorlik chiqqanda darhol uyimni olib qo'yishadimi deb qo'rqadi. Men buni real tushuntiraman. Kommunal qarzdorlik yoki zarar undirish bo'yicha hujjat majburiy ijroga tushsa, ijro organi qarzdorning hisob varaqlariga, transport vositasiga, boshqa mol-mulkka choralar ko'rishi mumkin. Uy-joy masalasida esa vaziyat murakkabroq. Har bir holat qarz miqdori, mulk turi, uyda kimlar yashashi, boshqa mol-mulk bor yo'qligi, sud qarori yoki ijro hujjati mazmuniga qarab baholanadi. Shuning uchun hech narsa bo'lmaydi deb ham darhol uyni olib qo'yishadi deb ham aytish noto'g'ri. Uyini saqlab qolishning eng yaxshi yo'li muammo majburiy ijroga borguncha harakat qilishdir. Siz dalolatnoma tuzilgan kunning o'zidayoq
hujjatlarni yig'ishni boshlashingiz kerak. Gaz idorasidan hisob-kitob asosini so'rang. Qaysi davr uchun hisoblandi? Qaysi formula ishlatildi? Qaysi jihoz quvvati olindi? Qaysi me'yor qo'llandi? Nega aynan shu summa chiqdi? Bularning hammasi yozma bo'lishi kerak. Agar ular sizga faqat shuncha to'laysiz desa, bu yetarli emas. Keyingi qadam yozma e'tiroz. E'tirozda hissiyot yozilmaydi. Men rozi emasman, chunki plomba buzilgani isbotlanmagan. Hisoblagich yechib olinganda qadoqlash tartibi ko'rsatilmagan. Ekspertiza xulosasi berilmagan. Hisob-kitob davri asossiz cho'zilgan. Uyda ko'rsatilgan jihoz mavjud emas yoki ishlatilmagan kabi aniq sabablar yoziladi. Har bir sababga dalil qo'shiladi. Foto, video, chek, eski dalolatnoma, ustaning ma'lumotnomasi, hisoblagich almashtirish hujjati, to'lov kvitansiyasi. Agar gaz idorasi e'tirozingizni rad etsa, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, prokuraturaga yoki sudga murojaat qilish masalasi ko'rib chiqiladi. Men ayniqsa katta summa bo'lsa, advokat yoki kommunal nizolarni tushunadigan mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. Chunki 2,5 million so'mlik masalada bitta noto'g'ri ariza ham keyin qimmatga tushadi. Birinchi ish, bugunoq gaz hisoblagichingizni tekshiring. Plomba butunmi? Mur ko'rinadimi? Hisoblagich raqami hujjatdagi raqam bilan mosmi? Ko'rsatkich normal yurayaptimi? Shuni ko'ring. Suratga oling va sanasi bilan saqlang. Har oy bir marta hisoblagich rasmini olib borish yaxshi odat. Bu keyin iste'mol birdan kamayib ketgan yoki hisoblagich ishlamagan degan da'volarga javob bo'lishi mumkin. Ikkinchi ish, gaz jihozlarini hujjatlar bilan solishtiring. Uyda gaz plitasi, qozon, suv isitgich, isitish pechi, qo'shimcha go'ralka bo'lsa, ularning qaysi biri loyihada borligini aniqlang. Agar hujjatsiz jihoz bo'lsa, uni yashirib yurish eng yomon yo'l. Yaxshisi gaz ta'minot tashkilotiga borib, rasmiylashtirish tartibini so'rang. Ba'zan loyiha yangilash, texnik shart olish, mutaxassis chaqirish kerak bo'ladi. Bu xarajat talab qiladi, lekin keyingi katta jarimadan arzonroq. Uchinchi ish, qarzdorlikni tekshiring. Mobil ilova, bank ilovasi yoki gaz tashkiloti orqali hisob raqamingizdagi qarzni ko'ring. Agar siz to'lagan pul tizimda ko'rinmasa, cheklarni toping va ariza bering. Ba'zan to'lov boshqa hisob raqamiga ketgan bo'ladi. Ba'zan eski abonent raqami bilan yangi raqam aralashadi. Buni vaqtida tuzatmasangiz, keyin qarzdor sifatida ko'rinib qolasiz. To'rtinchi ish, tekshiruv kelganda oila a'zolaringizga nima qilishni tushuntiring. Uyda siz bo'lmasangiz, onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz yoki ijarachi xodimlarni kutib olishi mumkin. Ular qo'rqib nima desa imzo qo'yib yubormasligi kerak. Oddiy qoida, hujjatni o'qimasdan imzo yo'q, e'tiroz bo'lsa yozmasdan imzo yo'q, nusxa olmasdan tekshiruvni tugatish yo'q. Beshinchi ish, agar dalolatnoma tuzilgan bo'lsa, vaqtni yo'qotmang. Odatda odamlar biror nima bo'lmasa kerak deb yuradi. Keyin bir oy o'tib katta summa chiqadi. Siz esa darhol ariza yozing. Ariza dalolatnoma nusxasini, hisob-kitob tafsilotini, tekshiruv asosini, ekspertiza xulosasini talab qiling. Arizani 2 nusxada topshiring, bittasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. Elektron murojaat yuborsangiz, tasdiq skrinshotini saqlang. 6-chi ish, mutaxassis chaqiring. Agar plomba hisoblagich, quvur yoki qozon bo'yicha texnik bahs bo'lsa, mustaqil usta yoki litsenziyaga ega tashkilot xulosasi yordam berishi mumkin. Albatta. Har qanday usta xulosasi sudda hal qiluvchi dalil bo'lmasligi mumkin, lekin vaziyatni tushuntirishda foydali bo'ladi. Eng kuchli dalil rasmiy ekspertiza, foto, video, oldingi dalolatnomalar va yozma murojaatlardir. 7-chi ish, agar ish majburiy ijroga o'tgan bo'lsa, yashirinmang. Ijrochi bilan aloqa qiling, qaror nusxasini oling, qarz asosini tekshiring. E'tiroz muddati o'tmagan bo'lsa, shikoyat qiling. Agar qarzni butunlay bekor qilish imkoni bo'lmasa, bo'lib to'lash bo'yicha ariza bering. Maqsad kartalar, mol-mulk va uy-joy bo'yicha og'ir choralar kuchayib ketmasidan vaziyatni boshqarish. Birinchi xato, men oddiy odamman, baribir hech narsa qila olmayman deb qo'l siltash. Aslida ko'p nizolarda aynan abonentning vaqtida yozgan e'tirozi, olagan rasmi, saqlagan cheki vaziyatni o'zgartiradi. Tizim bilan bahslashish qiyin, lekin hujjat bilan gapirilsa imkoniyat paydo bo'ladi. Ikkinchi xato, xodim bilan janjallashish, ovozni ko'tarish, haqorat qilish, eshikdan haydash, tekshiruvga mutlaqo yo'l qo'ymaslik vaziyatni yomonlashtirishi mumkin. Siz xotirjam bo'ling, lekin talabchan bo'ling. Guvohnoma so'rang, hujjat so'rang. Dalolatnomani o'qing, e'tiroz yozing, nusxa oling. 3-chi xato, noqonuniy ulanishni keyin rasmiylashtiraman deb yurish. Gaz xavfli tarmoq.
hujjatsiz quvur tortish, qozon ulash, hisoblagich joyini o'zgartirish nafaqat jarima, balki odamlar hayoti uchun xavf tug'diradi. Agar uyda shunday holat bo'lsa, bugun buni tartibga keltirish haqida o'ylang. 4-xato og'zaki kelishuvga ishonish. Usta aytgandi, xodim ruxsat bergandi. Mahalladagilar shunday qilgan degan gaplar hujjat o'rnini bosmaydi. Kommunal nizoda eng muhim savol: sizda yozma dalil bormi? Agar yo'q bo'lsa, bugundan boshlab hujjat yig'ishni boshlang. Men bugun sizga gaz xodimlari uyma-uy yurib tekshiruv o'tkazayotgan paytda nimalarga e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, tekshiruvdan qo'rqmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Hisoblagich, plomba, gaz jihozlari, loyiha hujjatlari va to'lov cheklari tartibda bo'lsa, siz o'zingizni ancha ishonchli himoya qilasiz. Agar katta summa, masalan 100 million yoki 200 million so'm hisoblangan bo'lsa, darhol rozi bo'lmang. Hisob-kitob asosini talab qiling, yozma e'tiroz bering, dalillarni yig'ing va kerak bo'lsa mutaxassis yordamiga murojaat qiling. Eng muhimi, uyni saqlab qolish va katta muammoga tushmaslik uchun harakatni bugun boshlash kerak. Gaz hujjatlaringizni tekshiring, hisoblagichni suratga oling, qarzdorlikni aniqlang, oilangizga tekshiruv paytida qanday yo'l tutishni tushuntiring. Sizning hududingizda ham gaz xodimlari uyma-uy yurib tekshiruv o'tkazyaptimi? Sizda shunday holat bo'lganmi? Qanday summa hisoblashgan? Qanday hal qilgansiz? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p oilalarni katta jarima va uy-joy xavfidan saqlab qolishi mumkin.